Assalamu alaykum qarindoshlar, Terminal kanaliga hoş geldinglar. Bugün aldın qitim tunuşturgan ilmiy maqalaning oxiri bilan tunuşup chiqamiz. Aldın qitimda balalarni jismoniy jihatdan qo'llash bilan so'z jihatdagi qo'llashning balalarning mengisining taraqqiyotiga bo'lgan ta'siri haqida to'xtalgan edik. Bu qitim asosliga ayol zo'ravonligini ko'rishning balalarning mengisining taraqqiyotiga bo'lgan ta'siri haqida to'xtalamiz. Ayolning balalarning oldida bir-biriga zo'ravonlik qilishi balalarga psixik jihatdan zo'ravonlik qilishning bir qismi hisoblanadi. Bunday zo'ravonliklarni ko'rib cho'ng bo'lgan balalarda har xil zaxmlanish inkaslari ko'rilish xavfi bo'lib, aqliy iqtidori va tushunish iqtidorigacha ta'sir bo'lganligi ko'rsatilgan. Maqol avtorining tadqiqotidan bayqashicha, ayol zo'ravonligini o'rta hisob bilan 4 yil ko'rib cho'ng bo'lgan balalarning mengisidagi ko'rish rayonining hajmi 16% kichiklab ketgan. Bo'libmi, ta'siri eng yomon va gavdalik bo'lgani 11 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan vaqtda bo'lib chiqqan. Urush, tepish qatorliq jismoniy zo'ravonliklardan sirt tilashishmi ayol zo'ravonligining bir turi bo'lib, bundaq so'z zo'ravonligini ko'rib cho'ng bo'lganlarning mengisining zaxmlanishi jismoniy zo'ravonliklarni ko'rib cho'ng bo'lganlarga qaraganda texmi cho'ng bo'lgan. Tafsilroq aytganda, mengidagi ko'rish rayonining cho'sh ko'rish va so'zliklarni tushunish iqtidori bilan munosabatli bo'lgan qismining hajmi jismoniy zo'ravonliklarni ko'rib cho'ng bo'lganlarda 3.2% kichikilgan bo'lib, buningga qarshi holda so'z zo'ravonligini boshdan kechirganlarda 19.8% kichiklab, ikki xil ahvol orasida 6 farq kelib chiqqan. Yana ko'p xil tipdagi zo'ravonliklarga uchragan ahvolda mengning zaxmlanishi texmi murakkab ham og'ir bo'lganligini ko'rsatgan. Uningdan boshqa, bu tadqiqotda naqllangan boshqa ikki tadqiqotdami jismoniy va psixik jihatdagi xo'rlash bilan zaxmlanish inkosi orasidagi munosabatni tekshirganda ayol zo'ravonligini ko'rishning o'zimi og'ir ta'sirlarni paydo qilganligi aniqlangan. Bekinilishni o'z ichiga olgan zaxmlanish inkoslardan eng og'ir bo'lgani ayol zo'ravonligini ko'rish bilan so'z zo'ravonligining birikmasi bo'lgan. Ya'ni jismoniy jihatdan xo'rlashga va sal qarashga uchragan kishilardami bekroq ayol zo'ravonligini ko'rib cho'ng bo'lgan hamda o'zimi so'z jihatga xo'rlashga uchraganlarning kasallik ahvoli eng og'ir bo'lgan. Shunday qilib, butun maqola bilan qisqacha tunishib chiqdik. Aqlli anglovchilarimiz bu maqoldan nima demoqchi bo'lganimni tushunib bo'ldi deb o'ylayman. Yoqtirsangiz, bosh barmoq belgisini besib qo'ying. His qilganlaringizni inkos shaklida qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat sizlarga. Amsa kelarki qadamda ko'rishaylik. Aman bo'linglar.